Instagramda target reklamani yoqishga yoqib qo'ydim. Endi qanaqa qilib o'chiraman deb savol berishingiz mumkin. Hozir biz buni ko'rib chiqamiz. Demak, tepadagi menuni bosamiz. Xo'p, endi pastdagi Insights ga o'tamiz. Insights. Hozir biz reklamaning sozlamalariga kiramiz. Pastda esa Add Tools bor. Shundan bosamiz. Add Tools'da bizda ishlab turgan reklamamiz ko'rinadi. Yana oldingi videomiz bor. O'sha oldingi videomizda reklamani qanaqa qilib yoqishni o'rgangan edik. Ana o'sha reklamamizni hozir o'chiramiz. Pastda bizni yoqilgan reklamamiz turibdi. Hozir bu ishlayapti. Ya'ni aktiv holatda. Xo'p, bu yerda ko'rib turibsiz, finishes in 2 days. Ya'ni 2 kunda reklama o'chadi. Xo'p, byudjeti $6, jami hozir bizga sarflangan $373 sarflangan. Kliklar esa 2950 ta. Xo'p, mana burchakdagi editni bossak, bizda keyingi qadam ochiladi. Mana editni bosdik. Mana bu yerda esa bizda byudjet turibdi. Pastda pause ad, delete ad. Yoki biz reklamani pauzaga qo'yib qo'yishimiz mumkin yoki butunlay o'chirib qo'yishimiz mumkin. Sizga qaysi qulay bo'lsa, o'shani tanlab harakatni bajarsangiz bo'ladi. Pause adni bossak, reklamamiz pauza bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, reklama ishlashdan to'xtaydi deyapti va sizning original postingiz shu turishda qoladi, ammo uni tahrirlay olmaysiz yoki o'chira olmaysiz deyapti. Uni istalgan payti davom ettirib ketishingiz mumkin deyapti. Ya'ni pauza qilingan reklamani. Cancelni bosamiz. Hozir biz pauza qilmaymiz, chunki bizga u kerak emas, ishlab turgan narsa. Shunchaki sizga ko'rsatib o'tyapman. Delete adni bossak, reklamani o'chirishga o'tadi. Bu reklamani to'liq o'chiradi. Bu yerda esa sozlamalari o'chib ketadi deyapti. Shuningdek, Insights'dagi, ya'ni statistikadagi natijalar ham o'chib ketadi. Xo'p, ma'lumotni yo'qotmasdan reklamani to'xtatish uchun siz uni pauzaga qo'yishingiz kerak deb ma'lumot beryapti. Agar siz butunlay o'chirmoqchi bo'lsangiz, delete ni bosasiz. Bo'ldi, shu bilan reklama butunlay o'chadi, to'xtaydi ishlashdan va sizning vizangizni pul ichmaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Agar ishlab turgan reklamani statistikasi kerak bo'lsa, mana pastdagi View Insights ni bosamiz. Strelkani bosamiz va mana tepadagi relning yonidagi bo'lim tugmachani bosib qo'yamiz va ishlab turgan reklamamizning statistikasi qanaqa ketayotganini ko'rib borishimiz mumkin. Prosmotrlar, ko'rishlar soni, ya'ni boshlangan chatlar 6 ta va qolgan ma'lumotlar bor. Bemalol ko'rib, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Reklamamiz 3 kunga yoqilgan, duration 3 kun turibdi. Auditoriya esa avtomatik tanlangan. Byudjet o'sha $6. Mana bu yerda edit ad ham bor pastda. Yana o'sha yerga qaytib keladi. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Boshqalarga ham videomizni ulashib qo'ying. Kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha